Kanopcha giyohimizdan natija. Bir haftalik natijani Xudo xolasa sizlarga qo'yib beramiz. Xudo xolasa kimni ko'zda katarakta bo'lsa, zarinasi past bo'lsa, parda bo'lsa o'sha olib kanopcha to'tiyadan olib foydalaninglar. Xudo xolasa bez operatsiya inshaalloh yaxshi bo'lib ketasizlar. Umurbek tabib desalaring YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 90lik 567 35 57. Assalomu alaykum azizlar. Mana hozir mana shu bemorimizga berganmiz. Ovozli xabarlarni eshitamiz. Siz yaxshimi, tuzimsiz? Yana bezovta qilyapman ekanman. Farg'onada knopcha zakas qilgan qiz Zuhraman 18-sentyabrda qo'limga kelib tushdi. O'shundan beri qo'yib kelyapman. Nima siyraylashayotganini sezyapman, lekin oldin qorachig'imga o'tganda o'sha qorachig'im o'sha o'tgan joyi ko'rinmas edi. Hozir endi qorachig'imdan nima bo'lyapti, o'sha pardani o'sha siyraylashayotganini bilyapman ham. Nima deydi, hali qizarishlari ancha yo'qoldi. Keyin ko'zim ravshanlashdi. Juda yaxshi ko'ryapman. Undan keyin siyraylashayapti-yu, lekin hali uzunasiga yo'q bo'lib ketmayotgan deb tuyulyapti. Menimcha o'sha siyraylashtirib keyin yo'qotib yuboramikin deb o'ylayapman aka.